9-turni yakunlab beruvchi kunga yetib keldik. Navbahor jamoasi Xorazmga qarshi o'ynaydi. Ikki jamoa sardorlari, ikki jamoa tarkiblari bizga namoyish etilmoqda. O'ziga yarasha himoyada xatolar ham bor. Demak, uchrashuv start oldi. Keling tarkiblar bilan tanishib olamiz. Faollik ko'rsatdi Ruslanbek. Qolgan daqiqalarda undan juda ilg'ab yubora olayotganimiz yo'q edi. Endi esa hujum navbati Xorazm vakillarida tezkorlik bilan katta masofa bosib o'tildi. Mana bu yerdan zarba ko'ramizmi? Yo'qlandi o'sha zarba. Darvozabon ikkinchi urinishda ushlab olmoqda. Yomon hujum emas. Samiyev balki o'yinning eng xavfli vaziyatidir hozirgacha. Uzun pas Bubaniyadan muvaffaqiyatli chiqyapti. Keyingi harakatchi. Oxirigacha bormadi Temur Ismoilov. Alisher Odilov devor uslubida o'ynadi. Zarba ham yo'llash mumkin. Yo'q, uzatmani tanladi Saidazamat. Keyingi harakat, yana bir pas jarima maydoni ichida kim tepadi? Faqat uzatmalar bilan yakun o'rnatib bo'lmaydi. Kimdir mas'uliyatni bo'yniga olib zarba berishi kerak. Sanjar Shoahmedov yuqoridan uzatib berdi to'pni. Shohmalik biroz uzoqlashtirdi. Keyingi zarba trayektoriya o'zgardi-yu, ammo yetarli darajada emas. Dilshod Jo'rayev uzatmani amalga oshirib berishga tayyorgarlik ko'ryapti. Bo'ldi, hakam tugatib yubordi birinchi taymni. Qarasa Xorazmning niyati yo'q to'pni o'yinga kiritish. Ko'ramiz ikkinchi taymda Sergey Lushan shogirdlari qay kayfiyatda maydonga qaytishdi. Darhol hujumga intilinmoqda. Oldinga pas. Dostonbek Rahmonov asosiy referi, unga qanotlarda Shohruxbek Azamov hamda Jamshid Bakirovlar yordam berishyapti. Hozir darvozabon ulgurdimi to'pga? Yo'q. Penaltiga ishora qilinmoqda. Epchilroq bo'ldi bu epizodda. Mana takroran ko'rishimiz mumkin. Uzun pas. Go'yoki Ilhomjon Aljonov yetib boradigandek, ammo to'xtab qoldi. Keyin Sardor Qobiljonov chiqib keldi va u yog'ini endi takrorlar yanada aniqroq ko'rsatib berishi mumkin. Biroz tegdi Qobiljonov. Zabihullo O'rinboyev tayyorgarlik ko'ryapti. Hakam hushtak chaldi, ruxsat bor, zarba bor, gol ham bor. 1-0 Navbahor oldinda. Zabihullo O'rinboyev. Navbahor o'z ikkinchi taymda mana shu gol uchun harakat qilgandi. Oxir-oqibat ishlangan penaltini O'rinboyev golga aylantirmoqda. Mana Navbahor xohlasa hujumkor o'ynay oladi. Butun taym aniq zarba yo'llamagan bo'lsa-da, ikkinchi bo'limda vaziyatni butkul o'zgartira oladi. Va buni ko'ryapmiz amalda. Endi qiziq tomoni Xorazmning uslubi. To'pni yetkazib beradi. Yuqoridan Vladimir Bubaniya. Zabihullo O'rinboyev biron nima o'ylab topishi mumkin. Ruslanbek Jiyanov va nihoyat zarba yo'llandi. Ikkinchi harakat. Bugun ikkinchi yoki uchinchi zarba yo'llandi hozir. Jiyanov qarab olganda qanotlarga eng yaxshi variant zarba ekanligini tushundi, yo'lladi. Qobiljonovdan seyf. Bu yerda Navbahor futbolchilari birinchi bo'lib to'pga yetib kelishdi. Zabihullo O'rinboyev, Po'latxo'ja Xoldorxonov jarima maydoniga kirdi. Xoldorxonov uzatmani amalga oshirib berdi. Yana Zabihullo to'pga birinchi ulgurdi u. Xoldorxonov o'tkir burchakda bo'lishiga qaramasdan Dostonbek Tursunov mana bu yerda yaxshi o'ynagan ekan. Keyingi harakatlar olib qo'ydi to'pni. Ubaydullayev
qarama-qarshi tomonga ko'chirdi hujumni. Po'latxo'ja Xoldorxonov zarba yo'llayapti darvozabondan. Sayev keyingi harakat qayerga? Takroran ko'rishimiz mumkin hujumni. Yaxshi tepgandi Xoldorxonov. Xohish, istak yuqori ekanligini ko'ryapmiz unda. Ajoyib, jarima maydoniga yorib kirildi. Yana bir pas. Endi yo'llandi zarba, ammo noaniq. Bahorning o'zi ham foydalana olmayapti endi. Yaxshi qo'shilib ketdi. Hozir Po'latxo'ja Xoldorxonov. Qanday qulay imkoniyat edi. Bo'ldi. Uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. Og'ir bahs